o'ta o'ta shijoatli, energiyasi ko'p, quvvatli professor. Savol beradi. Misol uchun deydi, tizim qurish uchun nima qilish kerak degan savol beradi. Hamma Stanford tahsil oldirgan shu kompaniya rahbarlari $1 milliard, $10 milliard, $5 milliard milliarderlar atrofida o'tirganlar, katta kompaniyalar. Hazil kulgili javob berishadi. U deydi, bu deydi, men hayron bo'laman, bular deyman. Milliarder desa milliarder o'xshamaydi. O'zini tutishidan, gapirishidan, juda oddiy, sodda odamlar. Javoblari ham kulgili. Ba'zi birlari kulgulidan tashqari telbanamoqda, bir qanaqadir ahmoqona javoblar ham bor-da. Kulgim keladi. Keyin ichimda bitta narsaga javob bermam, nima qilasan javob berib, shu birgalar shu hazilkash nima deydi, tizim haqida hazil o'zim ko'rib o'tirgan telbalarga qo'shilsanmi deydi ichimda tarasini. Keyin bir kun professor oldimga keldi. Alisher dedi. Mashinada o'zgardi. Ko'zim chaqmoqdek ochildi. Alisher dedi. Nimaga sen javob bermaysan savollarga? Ko'pchilik javob berganda sen jim o'tirasan. To'g'ri. Janob professor dedi. Siz to'g'rimi, noto'g'rimi? Odamlarning og'zida nima tushsa do'stga chiqib yugurib olib yozaverasiz. Ana foydasi bor unda. Undan ko'ra kitobda nima yozilgan bo'lsa, teoriyasini aytmaysizmi? Desam, qaradi menga. Shoshma. Bu xonada to'g'ri javob yo'q. Qanaqa to'g'ri javob? Siz kitob yozib qo'ygansiz kalla qo'shib bo'yicha. Kitob yozgan bo'lsangiz, teoriya tasdiqlangan bo'lsa, odamni o'rab gapiring bo'lsa. Kim aytdi men teoriya to'g'ri? Siz shuni orqasidan mukofot olmayapsiz. Butun universitet sizni kitobingizda haqiqiy tekstbuk qo'llanma sifatida foydalansa, ha dedi. Sen boshqalar haqida gapiryapsan bu. Lekin unutma dedi. Stanfordda marihuanani to'g'ri javob yo'q dedi. Hamma javob to'g'ri. Noto'g'ri javob hech qachon bo'lmagan bu. To'g'ri javob hech qachon bo'lmagan. Bu yerda har doim javoblar bo'lgan. Keyin qarab turdim, men tushunmadim do'sti. Tushuntirib gapiringsa, shoshma. 20 yillar oldin mana shu xonalarda xuddi sizlar o'xshagan talabalar o'qigan. Va juda ko'pchilik talabalar kulguli, telbanamoq, hattoki jinnicha desa ham bo'ladi. Aqlga sig'maydigan fikrlarni aytgan. Shu g'oyalarni doskaga yozishganda ba'zi bir odamlar kelib ularning ustidan kulgan. Shunaqa ham bo'ladi, shunaqa ham g'oya bo'ladimi? Betayin bir tiyinga qimmat g'oya degan g'oyada. Va shu g'oyalar deganlar hozir milliarder. Va Krem revolyutsiyasini shular boshqaryapti. Tasavvur qilyapsizmi? Ichingizda bitta